Doston aka, tangali choyxonangizda bolalar bilan maza qilib o'tirdik. Faqat ayollar xafa bo'lib qoldi-da. Shunaqangi tansiq taomlar faqat choyxonada bo'ladi deb. O'zi shu choyxonani ochgan paytimizda ayollar rosa yozishdi kommentariyalarga. Biz qayerga boraylik, faqat erkaklarga ochibsiz deyishganda, mana tangali oilaviy restoranni aynan ayollarimiz uchun ochdik. Bu restoranning menga yoqqan jihati ham shu bo'ldi. Tansiq choyxona taomlarini bemalol oilaviy ham kelib yesangiz bo'ladi. Mana bu haqiqiy choyxona palovini qarang. 5 barmoqqa-yu maza qildim. Mash turishi 250 ming so'm ekan. 4-5 kishi bemalol to'yadi. O'zi bu 5 barmoqmi yoki shilpildomi? Aniqini kommentga yozib ketinglar. Mosh kichirini ham boplashayotgan ekan. Yumshoqqina. Bunaqa sovuq kunlarda zo'r ketadi-yu. Bulardan tashqari har xil milliy taomlarimizni tayyorlashar ekan. Norin deysizmi, shashlik deysizmi? Xullas didingizga mosini albatta topasiz. O'tirishga umumiy zal va alohida kabinalari ham bor ekan. Tangalik oilaviy restorani ertalab 11 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Betonkadan Keurishiylarda Keles mostiga yetmasdan o'ng qo'lda. Zamona to'yxonasining yonida, shunday yo'lli yuzida.